Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birinchi dasturlashdagi darsimiz, ya'ni HTML ga kirish, fayllarni ochish, brauzerda qanaqa ochish, hammasini ko'rib o'tib ketamiz. Agar o'taveramiz desangiz, bir ikkita mavzucha ham o'tib beraman, kichikroq. Javnaqa qiyin emas, lekin hozir ko'pchilik yo'q bo'lgani uchun javnaqa mavzu o'tib olmaymiz. Hammalanga fayl ochishni bilasizlar, ha? Keyin mana qaranglar, VS Code'ga fayl ochishning ikki xil usuli bor. Bitta usuli o'sha faylingizni VS Code ustiga olib borish, ikkinchi usuli haligi ko'rsatib bergandaqa faylni bosib. Mana bu ikkovining farqi bor. Bu bitta fayl ochadi, bu bitta folder ochadi, ya'ni papka ochadi. Ikkovining farqi bor. Bu bilan mana buni tanlab olsangiz, boshida ocha turganingizda papkani ocha olmaysizda. Bizga faqat papka kerak-ku, mana sizlarning dars soatdan yozilgan papkada turibdi. Shunga birinchi o'rinda biz fayl aytvoramiz, ya'ni nomi index.html. HTML so'zi long formasi hypertext markup language degan so'z. O'shani qisqartirmasi HTML bo'ladi. Nomi именно index bo'lishi shart. Chunki brauzerga tashlagan paytingizda brauzer birinchi index.html degan faylni qidiradi. Index.html emas, masalan, nomini boshqacha qilib yozib qo'ygan bo'lsangiz, brauzerga tashlagan paytingizda ochilmaydi. Shuning uchun именно index.html. Endi buni brauzerda qanaqa ochib olamiz? Mana brauzer ochilgan, tayyor turibdi. Shu papkangizda shuni olib borasizda tashlaysiz. Mana index.htmlimiz turibdi, mana. Index.html bo'lsamiz, mana o'sha faylimiz ochildi brauzerda. Tushundinglarmi? Brauzerda ochishdi faylimizni. Xo'p, HTML faylimizni ko'rdik. Birinchi mana boshlaymiz endi. Mana doctype HTML, ya'ni dokumentimiz type HTML file degan ma'noda keladi ichiga. Keyin HTML yozamiz. Uni ichida head bo'ladi. Head, mana head bo'ladi, keyin head pastidan body bo'ladi. Mana shu kodni yozib HTML'imizda boshlaymiz. Har doim shu kod yoziladi. Tushundinglarmi? Mana bu doctype HTML degani mana dokumentimiz type HTML fayl, bu brauzer uchun. Keyin mana bu HTML degan umumiy tegimiz, keyin uning ichida head bor. Bu head ichiga linklar, mana bu yerdagi ikonkacha turib ko'ryapsizmi mana bu? Shuni ikonkachasini ham shu yerga yozsangiz bo'ladi. Keyin bodyga biz mana bu oq turgan joyga, ya'ni body ichiga qo'ydirsak, mana shu oqdagi joyga o'tadi. Mana shu narsa. Endi buni har safar doctype HTML qilmaysizda. Mana saqlaganimizdan keyin shift bilan birda bossangiz undo chiqadi-ku. Ana, undo bilan enterni bitta bossangiz mana tayyorlab beradi. O'zi tayyor kod. Endi mana bu narsasi, mana language degan yozuv bor. N, ya'ni brauzerda ochgan paytimizda avtomatik tarzda tili inglizcha ochiladi. Bu narsa nimaga kerak? Metalliga bilsangiz tarjima qilish bo'ladi-ku, Google Translate bor. Shu narsa avtomatik pejimiz ingliz tilida deb tushunadi. Shuni uzib qo'ysangiz, balki mavjud o'zbekchasi bo'lsa, o'zbekcha chiqishi mumkin. Keyin meta UTF-8 bu sharaligi HTML eng oxirgisi, keyin mana bu narsasi mana. Keyin dokument, ya'ni mana bu yerda ko'rsangiz, mana yerda dokument degan yozuv chiqib qoldi brauzerda, faylimiz tepasida, ya'ni mana shu yozuv. Aytaylik, birinchi darsimiz deb qo'ysak, shu yerda dokument o'rniga birinchi darsimiz chiqadi. Ana, bo'ldi shu. Mana body qismiga endi o'zimiz yozishimiz mumkin. Tushundinglarmi? Faylni qanaqa ochish, VS Code'da qanaqa ochish, brauzerga ochish, hammasini tushundinglarmi? Xo'p, endi sizlar bilan bo'lmasam, bu HTMLimiz tasavvur qiladigan bo'lsak, bu biz yaratayotgan saytlarimizda skelet qismi. Ya'ni biz sizlar bilan umumiy front-end dasturlash davomida HTML, CSS, JavaScript o'tamiz. HTMLimiz skelet bo'lsa, CSSimiz unga haligi shunaqada stil berishda, sal chiroyliroq qilib, dizayn. JavaScriptimiz uni harakatlantirish. Haligi, masalan, birorta tugma bosilganda birorta harakat bajarish, shular JavaScriptda qilinadi. HTML so'zini ham aytib o'tdim, hypertext markup language. Xo'p, sizlar bilan birinchi o'tadigan darsimiz, endi birorta mavzu o'tib ko'raylik. Sizlar bilan text taglarini o'tamiz. 6 ta taglar bor. Biz birinchi darsimizda o'tishimiz kerak bo'lganlari, ya'ni headings deyiladi. Mana birinchisi ochamizda
h1 mana h1 bu headingiz 1 degani. Mana saqlab turib ichiga yozamiz. Ismingiz nima? Saqladik. O'tib turib bitta yangilaymiz. Mana ismingiz chiqdi. Ko'rdingizmi? H1 da tegimiz. Prosta tak yozsak ham bo'laveradi. Mana yozsak chiqaveradi. Mana. Bunaqa tekka o'rash shart emas, lekin stil bera turganingizda, mana bunaqa tekka yozib olganingizda, tekdan tashqari yozganingizga stil bera olmaysizda, o'shaning uchun hammasini tekka o'rab ketamiz. Hop, H1 bor. Bu birinchisi, headingiz 1, mana headingiz 2 bor. Tushundim-da, kopirovka bo'ling. Keyin headingiz 3 bor. Biz bilishimiz kerak bo'lgani. Xullas shunaqa bo'lib, 6 gacha boradi. Hozir ko'rsataman, shuncha hammasini yozib chiqyapman. Ko'rdilaring farqini? Ha, mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, mana 3, 4, 5, mana 6-chisi. Hammasi farq. Ha, prosta razmerda, lekin hammasining vazifasi tekstni o'rab turuvchi tag. Bo'ldi. Tekstga taglarimizdan yana bittasi bor. Aytaylik, p tagimiz bor. Mana qaranglar, shu bunaqa qavschalar ochib chiqish shart emasda. Masalan, tagning nomini bilasa, masalan, p tagimiz. Shuni p ni bosgandan keyin tabni bitta bossalang, ko'rlang, ochib beradi o'zi tayyor. VS Code'da shortlar bilan ishlash juda oson. Kod yozish ancha qisqaradi o'rganib olsangiz. P ham deyarli bir xil. Danglasak mana bu eng tagidagi P. Bu ham tekst uchun ishlatiladi ko'proq. Mana bu headingiz 6, headingiz 5 larda deyarli ishlatmaysizlar-da, shuni o'rniga P. Mana bu Ya masalan H6 ga o'rab qo'yganingiz bilan ham stil berganingizda kattaroq qilib yuborishingiz mumkin-da. Deyarli mana shu ikkovi ko'proq ishlaydi. Keyin mana bu P ishlaydi. Yana bizda ishlaydigani bor, small degan tag bor. Mana. Bu ham даже P bilan deyarli bir xil. Sal kichikroq ekan. Tekstni taglarimizdan biri shular. Xo'p, headingsdan o'tdik, P ni o'tdik, small ni o'tdik. Xo'p, yana bitta taglarimizni ko'rib ketamiz. Birinchi ko'radiganimiz qaysi bo'lsin? Del ni ko'raylik. O'z nomidan aytib turibdi nima vazifa bajarishini. Tangalasak, ko'rdingizmi? Ustiga chizib qo'ydi. Ha, mana. Hozir ko'rmayapti. Delmi? Del o'chirish. Mana. O'chirib tashladi. Hop, mana bu small tegimiz cho'tam nimadir bor shekilli. Ha, mana bulardan farqli bor ekan mana bu smallni. Small mana bunaqa break row qilib tashlamas ekan, qaranglar. Hammasini yonma-yon yozgan, bir xil qatorda yozib ketganmiz kodda, lekin nima bo'lyapti, tagma-tag yozilib ketaveradi-yu. Small tagimizni qaranglar, yoniga sig'diraverar ekan. Ya'ni boshqa tekst sig'dirish mumkin ekan small degan tag. Farqi bor ekan. Ishlatsa bo'lar ekan. Kerak, hammasi kerak. Hop. P ni ko'rdik. Endi B tagimiz bor ekan. Bu boltda masalan Word tashlaganda bolt nimaligini bilasizlar, to'g'rimi? Ha, o'sha narsa. Mana qalin qilib chiqarib berdi. Bolt. Boltimizni ko'rdik. Biz yana ko'rishimiz kerak bo'lganlari, mana sub bilan subni preni ko'rib chiqamiz, birini ko'ramiz, hasherni ko'ramiz keyin. Xo'p, biz birinchi o'rinda hozir subni ko'rishimiz kerak. Sub. Bu sub tagimiz yoniga birorta narsa yozishimiz kerak. Tagning ichiga tag yozib ketsa bo'ladi-da. Qaranglar, endi bunga tagma-tag yozmaymiz-da. Mana buning ichiga sub degan tagni ochamiz-da. Mana bu serverbek degan yozuvni shuni ko'chirib olib turib, subni ichiga solib qo'yamiz.
nima qilganlarimni tushundilarga hozir. H1 ichida sub tagini ochdimda. Ko'rdingizmi subni nima qilganini? Xuddi hali darajalar yozasiz tepasiga kichkina qilib, o'shanaqa tepaga chiqarib qo'yadi. Endi bu subida, endi subi ham bor, buni sub degani bor. B. Ha. Endi bu teskarisi pastga tushirib qo'yadi. Ha? Ishlataversangiz yodlab olasiz. O'zimda ham esimda yo'q. Break row bor, keyin horizontal line, keyin preni tushuntirib o'taman. Qaranglar. Endi biz mana buni tagidan bitta HR deganni ochaylik-da. HR. Bu horizontal row degani mana. Chiziq tortib qo'yadi. Chiziq tortib qo'yadi. Bu boshqa hech qanaqa qiymat yozmaysiz, HR bo'ldi. Horizontalni chiziq degan ma'noda. Alaykum assalom. Kiravering. Keyin mana bitta qaranglar, mana saralbekni pastga tushirib qo'ymoqchisiz-da. Chetga mana bu yerga yana bitta tag o'tsangiz bo'ladi. Break row degani. Tarjimasi rowni bunday turib pastga tushirib qo'yish degan ma'noda-da mana. O'tsanglar mana saralbek degan yozuv pastda bo'lib qoldi. Tushundilarmi? Break row nimaligini, HR nimaligini, keyin headings 1 dan 6 gachalarni sub bilan subni, keyin delni ko'rdik. Strong nimaligini tushuntirib yurmadim. Strong bold bilan bir xil ishlaydi. Ikkovi bir xil narsa chiqaraveradi. Prosta tegi boshqacha. Ha, bold bilan strong bir xil. Strong shaligi qalin degan ma'noda chiqaraveradi. Keyin biz ko'rishimiz kerak bo'lgan eng muhim narsasi pre. Mana shu narsa bizga juda kerak narsa. Lorem hammamiz bilamizmi? Lorem deb turib, bu masalan misol uchun masalan hozir sizlarga dars o'tishim kerak, aytki uzun so'z yozishim kerak men. So'z kelmayapti. Lorem deysizda masalan nechta so'z kerak? 20 ta so'z qilib turib, tabda bitta olsangiz 20 ta so'z chiqadi. Bu taxmin hech qanaqa ma'nosi yo'q bo'ladi. Prosta tak. Tarjima qilsangiz ham chiqmasa kerak. Ha, mana qarang, lorem ipsum mana so'zlar eshitganmisiz? Yo'q, bu prosta taxminiy. Randomniy. Keyin qaranglar, biz mana bu yerda Sararbek ismini tushirish uchun break row degan tagdan ishlatdik-a. Endi mana shuni break rowni olib tashlasak, mana bu Sararbek degan yozuv tepaga chiqib qoldi. Endi shuni bunday qilib turib pastga tushirib ketaylik-da. Bunday pastga tushirib ketdingiz. Hello bilan Sararbek kodimizda nima turibdi? Tagma-tag turibdi. Lekin brauzerimizda hali ham o'zgarmay turibdi. Shuni o'zgartirish mana bu preni qo'lidan keladi. Qarang, hozir mana bitta tashlagansiz, xuddi shu kodimizda qanday bo'lsa, qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shu holatda pre-tagi chiqarib beradi. Ko'ring? Mana bu narsaning orasida shuncha joy bor edi, nechta joy tashlangan bo'lsa, shuncha joy tashlangan bo'lib chiqyapti. Mana yerda burilgan bo'lsa, burilgan bo'lsa, burilgan, shunaqa bo'lib chiqadi. Pre-tagi. Ha. Ya'ni break row ishlatishingiz shart emas, pre-tagining ichida. Tushundingizmi? Hop, buni tushungan bo'lsang, hozir bitta narsa qilaman, ko'rsataman sizlarga. O'shani o'zlaring qilib ko'rasizlar. Keyin UI sifat olib tashab qo'yaman o'zingga. Headings 1 ni ko'rdik. Ichidan masalan deb yozaylik. Keyin pastidan chiroyliroq chiqish uchun bitta HR tortaylik. Triangle deymisak mana, keyin tagidan birorta narsa yozib qo'yaylik, masalan qaysi tagimizda bo'lsin ekan? P tagimizda bo'lsin. Bitta pre degan tagimizni ochib turib, bitta endi internetdan birorta she'r topaylik. Qaysi she'rni yozsak bo'ladi? Kim biladi, qanaqadir she'rmi, chiroyliroq g'azalmi? Bizga to'rt qator narsa bo'lsa bo'ldi. Bizga uncha narsa kerak xolos. Ha, endi ishlayvering endi. Qaranglar, mana bitta P ochdikda, adabiy she'r ochdikda, keyin print ichiga chiroyli qilib turib 6 qator she'rimizni joylashtirib qo'ydik va Chrome'imizda mana shunaqa narsa tayyor bo'ldi. O'zlaring mana bu headingslarni ishlatib,
hr, breakthrough, prelarni ishlatib hozir shuni qilishga harakat ko'ringlar. Eslab qo'yganlaringcha. Men sizlarga keyin uyga vazifa topib tashlab beraman.